好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师Segila Asghar。今天我们要学习的是第2单元的语法部分。Bugün bizning o'rganadiganimiz 2 qismningki grammatikasi。上一节课我们总共学了5个语法点。Алдыңғы қытымлық саатта біз жәми 5 мұшу грамматика нұқтысыны үйгендік. Бүгін біз яна қантini яна 3-ні үйгініміз. Нама, 我们先来看一下第一个 біріншіге қарап бақсақ 主谓谓语句. 主谓谓语句. Нама, 主дегеніміз иге. Вей дегеніміз хабар. Иге хабар, яны cümленің ішчіде хабар болудыған cümle. İge haber bulup keladigan cümle. Bu nima degan gap desek, buni misal orqali tushuntirib o'tay. Bu yerda bizningki jami 4 misal bor. Birinchisiga qarasak,他个子很高. 他个子很高. Bu cümleningki igisi, ige deganimiz nima desek, odatda şey yoki 什么 Nanga cevap verdiğimiz就是igi olapmadı. Çünkü kimo yoki nime deganimiz igisi. Bu cümlede kimo? U. U deganimiz ta degan şu gap bu cümleninki igisi buludu. Haberi 个子很高. 个子很高. Şu 个子很高 deganimiz şu cümleninki nimesi haberi. Әмді мұшы кызы хыңгау деген мұшы хабарының өзіге қарсақ, кызы деген бір ісім, хыңгау деген бір сүпәт. Бұл яна иге хабар. Шының білән, мұшы иге хабар, яны кызы дегеніміз кичік иге, хыңгау дегеніміз кичік хабар. Мұшы cümленің әмісі, мұшы чоң cümle та кызы хыңгауның ішчедеке хабар болып маңыды. Та дегені чоң игісі болып маңыды. 这就是主谓谓语句。那么主谓谓语句болған жағда адатты cümlenin ішчіден мында қарсақ, игіден қаншысы болуды десек ішке. Бірсі бүтін cümlenin игісі. Yani бірсі хабарның ішчедегі игісі. На мейеді бүтін cümlenin ішчедегі игісі就是这个他. На хабарның ішчедегі игісі就是这个个子. Иге көпінсі мүші ісім арқылық шеккелінді. Нама 个子 bu yerdeki küçük iye. Ama şu 个子很高 bütün cümleninki haberi olap mağdı. Ta 个子很高. Onun boyu naydi igiz. Onun boyu naydi igiz. Ta 个子很高. 这是主谓谓语句. Bu yerde dikkat kıldığım bir nokta. Şu 个子 boy. Kimnin boyu? U. Şu ta iginin boyu şunağı. Şu küçük igi bilen çoğun igi. Yani bütün cümlenin igisi bilen şu haberinin içindeki igi bu şıkkısının oturusunda münasibet buluş gerek. Şu şıkkısı çok məlum bir münasibeti bağ buluş gerek. Andın bu şu igi haber bulup gelgen cümle olap mağdı. Ta kızı很高. İkincisi qarsak onun közü naydi çıraylık. 他眼睛很漂亮. 他眼睛很漂亮. Onun közü ait çıraylık. Ma cümleninki igisi, bütün cümlenin igisi u. 他. Haberi 眼睛很漂亮. 眼睛很漂亮. Nama şu haber, bu kanda haber, igi haber болған cümle. Ama şu igi haber kaysu, 眼睛 degenimiz şu küçük ige. 漂亮 degenimiz, 很漂亮 degenimiz, yani küçük şu haberi. Ama şunun emmisi koşulup bütün cümleninki haber olap mağdı. Üçüncüsü koysak, 他头发不太长. Onun çeçi anca uzun emas. 他 cümleninki en çok igisi. 头发 çeçi. 不太长 anca uzun emas.
那么bu bu degan baxatni qaytilgan vaqtimizda bu jumla qanday bo'lib ma'no deymiz? İnkar shakliga o'zgaradi. İnkar shakliga o'zgargan vaqtida bu degan bu xatni odatda nega ekilimiz desak, ashu wei dongtsininki aldığı ekilimiz. Yani ashu chu wei yuchu dedik qo'y, iga xabar bo'lgan jumla. Yeju shu kichik igininki keyniga. Ta to'fa, ta degan cho'ng iga, to'fa degan kichik iga. Shuning keyniga shu buni ekilimiz. Ta to'fa bu tai chang. 那么 mesela birinchisiga buni ekesak, ta qizi hin gao ekan-ku. 那么bu yerda ancha egiz emas desak, ta qizi bu gao deb chiqish kerak. Ta 眼睛很漂亮. 那么 uning ko'zi chiroyli emas desak, ta 眼睛不漂亮. Ta 眼睛不漂亮 desak bo'ladi. Eng oxirgisiga qarab baqsak, ta men hanyu 很好. Ularning hanzuchisi nihoyatda yaxshi. 那么他们是这个句子的主语，一个是不拉忙的。汉语很好，汉语很好，不主谓谓语是谓语是不拉忙的。那么我说主谓谓语是汉语的和yana bir küçük主语不拉忙来的，anandaki我说很好的呢，biz yana bir küçük谓语不拉忙来的。那 demek bu cümleni biz cemi qanchaga ayırsak bo'ldi? 2 bölüm. Birinci bölümde ayırgan vaqtimizda iga xabar. Tamen iga hanyu 很好 xabar. İkinci bölüm bo'lgan vaqtida shu hanyu 很好 deganda yana bir ayirib chiqsak, yana bir iga, yana bir xabar bo'lib chiqa oladi. 好，这就是主谓谓语句. shu cümleni bir o'qib o'tay. 他个子很高，他个子很高，他眼睛很漂亮，他眼睛很漂亮，他头发不太长，他头发不太长，他们汉语很好，他们汉语很好。好，这是主谓谓语句。M的ikincisi 有字句，那就是有degan şu sözü cümlesi 有 söz cümlesi。那我们来看一下，以有及其宾语做谓语的句子称为有字句。那就是说şu 有degan şu xat bo'lib, hamda buning keynida bir to'ldirg'uchi bo'lgan vaqtida bu cümle 有字句 deb ataladi. 表示拥有的意思. Bu nimani bildirdi desek, tava ekanligini, bar ekanligini bildirdi. 有疑问形式是在句末加助词吗？那就是bormi yo'qmi deb turib, agarda savol shakli bo'lib qolsa, keyiniga ma degan xatni qasaqlan bo'ladi. 否定形式 inkor shaklida oldiga shu may degan xatni qo'shsak bo'ladi, bu degan xatni qo'shsak bo'lmaydi. Endi buni bir tafsili tushunib mangsak, mundaq degan gap, oddiygina aytgan vaqtimizda bir odamda bir narsa bor desak, 谁有什么 谁有什么 miyada bir nuqtani so'zlab o'tay. Biz shu uyg'urchasiga kelgan vaqtimizda shu 5 6ni ko'pinchisi ning deb tushunamiz. Shuning bilan mening bir akam bor desak, mening deganni 我的 deydi. 那我的有一个哥哥 deydi. Bu xato. Bu xato. Bu yerda qandaq deyishimiz kerak? 谁 kim? Kimning emasa kim? Andan keyin keyniga bar. Shu 有 degan xatni aytamiz. 什么 nima narsa keyniga. 谁有什么? Masalan, mening bir akam bor desak, 我有一个哥哥。我有一个哥哥。Masalan, oldida mushtaq bir chaqchaq anglagandik. Buning ustida mening pulim yo'q deganni mandaq deb tarjima qilibdi, ha. 我的钱没有。我的钱没有。Bu gap 我的deganimiz mening, pulim, 钱 yo'q
meyo. Bu cümle doğru mu? Hata. Nemişqa desek, hazır dedik, muşu yo degan muşu xat chiqqan vaqtida bu yerda d deb turib bunda qısaq bo'lmaydi. Mening demek, mening pulum yo'q desem, 我没有钱. Amanda pul bor desem, 我有钱. 我有钱 deyishimiz kerak. Kimning nimasi bor desek, 谁有什么? Pulim bor, 我有钱. Kitbim bor, 我有书. Vaqtim bor, 我有时间. Meniki yana nimam bor deymiz? Masalan, mening bir orzuyim bor desem, 我有一个梦想. 我有一个梦想. Kimning nimasi bor? 谁有什么? 谁有什么? Esimizda ching tutib qolaylik. Endi bayan dedik, buningki mushu savol shakli qandaq desak, masalan, mening nimam bor? Mening vaqtim bor dedik, 我有时间. Unda bo'lsa, bormi deb so'rasak, bormi deb so'rasak, mushu butun jumlangizdagi eng keyiniga ma'ni qaytib etsangiz bo'ladi. Berisho, vaqtingiz bormi desak, 你有时间吗? 你有时间吗? Akangiz bormi desem, 你有哥哥吗? 你有哥哥吗? Balangiz bormi desem, 你有孩子吗? 你有孩子吗? desek bo'ladi. Buningki inkar shakli bor desek yo'q deymiz go. Yo'q bo'lsa 没有 deymiz. Yo'q bo'lsa 没有 deymiz. Menda pul yo'q, 我没有钱. 我没有钱. Vaqtim yo'q, 我没有时间. 我没有时间. Kitbim yo'q, 我没有书. 我没有书. Balam yo'q, 我没有孩子. 我没有孩子. 我的有 ya 我的没有 degan xato gap. 我有 yoki 我没有 什么什么 deb keyiniga qaytib mangsiz. Unda bo'lsa 3-chi jumlasiga qarasak, 你有妹妹吗? Singlingiz bormi? Keyiniga bir ma qaytiladi. Eng oxirgisi, mening singlim yo'q, 我没有妹妹. Yo'q degan vaqtimizda 我没有 deb javob chiqsalam bo'ldi. Ishqilib, palanchi odamning palanchi nimasi bor desak, 谁有什么 deyish kerak. Unda bo'lsa, yo'q bo'lib qolsa, 谁没有什么. Bormi desak, 谁有什么 ma bo'lib chiqadi. Unda bo'lsa, mishadagi misolni bir ikki qatim o'tkazib olsak, 我有一个哥哥. 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 İkincisi, 他没有哥哥. 他没有哥哥. Üçüncüsü, 你有妹妹吗? 你有妹妹吗? Dördüncüsü, 我没有妹妹. 我没有妹妹. 好，这是有字句。Endi üçüncüsüge qarsak, 介词结构在. 介词degan oldi qo'shilg'ichi. Nima 就是说, 在 degan mushu so'z jumlada nima bo'lib, oldi qo'shilg'ichi bo'lib, mushu kelgan vaqtida 我们说是这是介词结构在啊。好，那我们来看一下。Bu 在 degan bu xatni odatda qanday ishlatamiz desak-chi, 在 degan bu so'z mush oldi qo'shilg'ichi bo'lgan vaqtida buningki ma'nosi da, da, ta, ta bo'lib ma'noda. Da, da, ta, ta. Unda bo'lsa, biz miyada debdi 介词在跟宾语组成的介词结构常在动词前做状语debdi. 那么 bu degan so'zningki ma'nosi 就是说 在 degan mushu xatning keyniga to'ldirg'uchidan birini akilib mushu ikki bo'lim filning oldiga qo'yilib nima bo'ladi?
holat bo'ladi. Hoca şu, bundaq desem belki sal murakkablaşıp ketken buluşu mümkün. Qandaq düşünün desek, C-nin keyniga bir o'rin kelib, palanchi ye-de deganni bildirdi. Masalan, Urumchida desek, C ulu muchi, C ulu muchi, uyda desek, C chia, C chia. Andan keyin maktabda desek, C学校, C 学校. Nama lekin bu cümlede mushu C 学校 deb bilan to'xtisi bo'lmaydi. Bunun keyniga yana bir nima chiqish kerak? Pil chiqish kerak. Ondan bu chetsi chego bo'lib maqdi. Hoca şu butun bir cümlede kimu, qayerda, nima ish qilyapti deymiz-ku. 谁在哪儿做什么? 谁在哪儿做什么? 再来一遍啊. Kimu, qayerda, nima ish qilyapti? Mishadagi qayerda deganimizcha o'sha chetsi chego degan ashu bo'lib maqdi. Masalan, bu birinchi misolga qarab baqsaq, olim Urumchida xizmat qiladi. Kim u? Qayerda nima ish qiladi? Kim u? Olim. Qayerda? Urumchida. Nima ish qiladi? Xizmat qiladi. Jumlaning kirat tartibi shunda xulab maqdi va kim u? Qayerda nima ish qiladi? 谁在哪儿做什么? İkincisi, Wang Li 在医院上班. Kim o? Wang Li nerede? Doktorxonada. Nima ish qiladi? Xizmat qiladi. Wang Li 在医院上班. Üçüncüsü, bu bir sualken nerede ekanligini uqmaymiz. Kim o? Ni nerede? 在哪里? Nima ish qilasiz? 上学 o'qiysiz. Siz nerede o'qiysiz? 你哪里上学 desek bo'lmaydi, ha? 你在哪里上学? 你在哪里上学? Men kim o? Ma dördüncüsü ya. Kim o? Men, 我 nerede? 在北京. Nima ish qilaman? Universitetida o'qiyman. Men Beijingda universitetida o'qiyman. 那就是我在北京上大学. 我在北京上大学. Bu chetsi chego C. Nimudu bu nimu oldi qo'shilg'ichi yana bir nima degan nima narsa bu qalaymiqanchilik deb. Tushunamisiz? Qanday tushundik? C degan xatning keyniga bir o'rinni akilib, nada deganligini bildirsak, shu chetsi chego C bo'lib maqadi. Tushundikmi savoqdoshlar? Unda bo'lsa, buningdan kimi shu, ha? Kimi nada nima ish qiladi degan vaqtimizda 谁在什么地方做什么? 谁在什么地方做什么? 那么把我有字句给kelsak 就是 kimning nimasi bor? 谁有什么? 谁有什么? 那 kimning nimasi yo'q bo'lsa 谁没有什么? 谁没有什么? 那么birinchisi bo'lsa kimning nimasi qandaq? 谁什么怎么样? Mesela onun ko'zi chiroyli. 谁 kim o? 他 nimasi? 眼睛 nima bo'pti? 漂亮. 他眼睛很漂亮. Nima bugungi grammatik mazmunlarni tushundikmi? Birinchisi 主谓谓语句, 主谓谓语句. 那就是ma'lum bir odamninki bir nimasi mandaqkan, andaqkan deb turib boshqalarga demoqchi bo'lsak, masalan, uning bolasi bek aqlliqkan, 他孩子很聪明. 他孩子很聪明 deganga o'xshasha, 这就是一个主谓谓语句. Nima bir narsam bor yoki bir narsam yo'q yoki boshqalardan bormi yo'qmi deb turib so'rg'a vaqtimizda 谁有什么? 谁有什么? yoki bo'lmasa 谁没有什么? 谁没有什么? va yoki 有吗 deb so'rsak bo'ladi. Masalan, mening vaqtim bor, 我有时间, vaqtim yo'q, 我没有时间. Vaqtingiz bormi? 你有时间吗? 那 eng oxirgisi 在, 那就是在ning keyniga bir o'rinni akilib, oshi yerda deganni bildirdi. Na butun jumlaning ichiga kirgan vaqtida kim u, nada, nima ish qiladi? Kim u, nada, nima ish qiladi? Dadam doktorxonada ishlaydi. Baba 在医院工作. Baba 在医院工作. Apam uyda tamoq yetyapti. Mama 在家做饭.
妈妈在家做饭。好，这个是我们今天所学的3个这个语法内容。Bu bizniki bugun o'rgangan 3 grammatika nuqtamiz。那同学们都懂了吗？Сабақташlar tushundikmi? Әмсі әң ақырда мұшу grammatikaның ішіндегі барлық cümlelerni bir qatımdan оқып өткізіп өтсек. 他个子很高，他个子很高，他眼睛很漂亮，他眼睛很漂亮，他头发不太长，他头发不太长，他们汉语很好，他们汉语很好。我有一个哥哥，我有一个哥哥，他没有哥哥，他没有哥哥。你有妹妹吗？你有妹妹吗？我没有妹妹，我没有妹妹。阿里木在乌鲁木齐工作，阿里木在乌鲁木齐工作。王丽在医院上班，王丽在医院上班。你在哪里上学？你在哪里上学？我在北京上大学，我在北京上大学。好，那这是我们今天所学的语法。接下来我们来看一下今天的这个文化小贴士。Әмді біз мұшу немеге қарап бақайлы文化小贴士, яғни мәдениет әскертмесі, мәдениет әскертмесіге. 这是一个量词引发的笑话的，那就是说量词дегенде мықтар сөз, мықтар сөз келтіріп шыққан бір мұшу 笑话, юмор, юмор. Но онда хоса біріншіге қарап бақсақ, 爸爸教儿子量词, дадысы баласыға мықтар сөз үйретіпті. 形容比较大的动物一般用头, 那就是 чоңырақ болған айвалларға мұшы мықтар сөзді işletкен вақтымызда көпіншісі тоғын işletіміз. Кичігірек, орығырақ болған мұшы айвалларға чы деген бұл мықтар сөзді işletіміз. Нама мәселен, арзы машан дау депті ғой, оғлы шухаман депті, дада, мен білдім, баба, 我知道了. 我们家应该是一头爸爸, 一只妈妈, 对不对? депті. Но онда хоса біздің өйді бір一头爸爸, 一只妈妈, 对不对? депті. 好, бұл еді бұныңки мұшы немеді бұл десек şu? 这个 Ademге biz tov deb işletmeymiz şundağı. Lekin bu balısı bu yerda dadısı balısıga düşende olgan çağda çoğ hayvanlarga tov, kichik hayvanlarga çır. Nama balısınınki nazarida dadısı çoğ, apısı kichik. Şunun üçün dadamniki tov baba, apamniki çı mama deydiğe okşayma deb qaptı. Nama 其实是不是这样子的呀？不是的啊。Mesela biz muşu kala degan vaqtimizda 一头牛 一头牛desek buludu. 那么 muşu çırni işletken vaqtimizda mesela çüce degan bolsak 一只小鸡 一只小鸡 desek buludu. 好，这是我们的第一个笑话. Bu yerda nima demekçi desek muşu mıqtar sözünü to'g'ri ishlatmasak balkim muşu kulkiga qilishimiz mumkin deganni bildirdi. Hamda mıqtar sözünü qalaymiqan ishlasak bo'lmaydi demekçi. 好，第二个 儿子5岁那年 oğlum 5 yaşga kirgan shu jilisi 我想教他弄清量词的用法. Oğlumga nima muşu mıqtar sözünki ishiltish usulini o'rgatmoqchi bo'ldim. 就举例告诉他 misal beribdi da balasiga. 说鱼的时候要说一条鱼 biliq degan vaqtimizda 一条 biliq deyishimiz kerak. 牛的时候要说一头牛 kala degan vaqtimizda 一头kala deyishimiz kerak. 等等 deb
带我举了一大堆例子后，不是么就 misal opoganikin 要他说出2个用上条和头的句子。shuningdek o'g'liga mushu条bilan tovni ishiltirgan mushtaq bir jumlani so'zla debdi. Desak o'g'li nim debdi? Hozir bu 加思索的 bu degan gap qat'iy o'ylashmaylan 脱口而出 eg'izdan chiqibdi va 我吃了一碗面条 men bir qacha lag'ma yedim 我有一支2头铅笔 ikkili beshini ishlatgili bo'ladigan qarindishim bor deb. Nima bu yerdagi bu yumshab ketdi desak, asli bu tiyo bilan bu tovni bu yerda dadasi nim qilib o'rgatdi balasiga miqdor so'z qilib o'rgatdi. Ya'ni ismning oldiga akilimiz. 一条鱼 一条绳子 一条路 deb. 那么头一头牛 一头猪 degandek. Buni mana shu nimaga ishlatamiz? Miqdor qilib turib ismning oldiga akilimiz. Lekin bu balasi 面条 degan nima? Cho'p, osh. Shuning bilan tiyo bormi yo'q? Bor. Lekin miqdormi? Emas. Boshqa bir so'z ulab chiqdi ya. Andan keyin 2头铅笔 2 beshini ishlatgili bo'lgan. Bu yerda bu 2头 deganimiz miqdormi? Emas. 那么这是一个童言无忌是吧? Bu balası qancha kiribdi? 5ga kiribdi. Balkim texi mushu so'zlash hamma nimasi texi yetilib bo'lmagan bo'lishi mumkin. 好，那么这就是我们这个量词引发的2则笑话。那就是说 mushu miqdor so'zdan kelib chiqqan 2 tal yumor. 那么qanday desak bo'lar? Bu yumorda bizga nimani demoqchi desakchi, miqdor so'z Hanzu tilida nihoyat muhim bir yerni egallaydi. Miqdor so'zni qalaymiqan ishlasak bo'lmaydi, xato ishlasakmi bo'lmaydi. Hamma narsalarningki o'ziga shu xos bo'lgan miqdor so'zlar bo'ladi. Shu miqdor so'zlarni qanday esimizda tutib olamiz? Shu amaliyotda ishlatgan, so'zlagan jarayonda asta-asta esimizda qoladi. Ha, unda xo'sa suyimlik saboqdoshlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'ldi. Bugungi mazmunlarni tushundikmi? 今天的作业呢是 mushu 有字句 主谓谓语句 andan degan yana bir nima 在 shunaqa介词结构在 mushu 3ga qarata har birisiga birdan jumla tuzib baqsaq andan degan 你自己看一下到底是对的还是错的好吗 na unda xo'sa bugungi darsimiz mishagicha bo'ldi kelarki sonda ko'rishaylik xayr xo'sh